Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube, Instagram, Facebook kuzatuvchilarimiz, mana bu duxovka 40 ga 60 Xitoy list razmeri tushayotgan duxovka. Xo'p, общий maksimalniy 3,5-4 kilovat har bitta duxovka. Bu yerda hozir ikkita duxovka mana. Ikkita duxovka hozir Pastex ishlab turibdi. Ishlashlari hamma narsasi oddiy, tellari sifatli, stiklovata izolyatsiya qilingan, ya'ni hozirgi kunda ko'chadagi uchburchak somsani pishirayotgan duxovkalarni, ya'ni zamonaviyrog'i, salgina listining razmeri 40 ga 60 Xitoy list, Xitoy pechkalari padnisi tushadi o'sha razmerda. Xo'p, mana bu ishlab turibdi. Tippasi termostati, pastdagi termostati. Mana kontrolka monitorchasi. Ya'ni qancha tok kelib turganini bildirib turadi. Mana bunisida ham bor. Ana endi bunisini o'chiramizda. Mana buni o'chiramiz. Mana o'chirdik. Mana tippasini yoqamiz endi. Mana yoqdi. Hozir 100 gradusga borib qo'yibdi. Mana ikkalasi ham 220 da ishlaydi. 220 da ishlaydi. Lekin vilkaga, razvedkaga suqilmaydi. Ya'ni mana uchotchidan, mana bu uchotchidan, shitdan отдельный olinadi. Mana. Xullas, mana shunaqangi duxovkalar tayyorlab beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, tayyorlab beramiz. Buni boshqacha razmerlarda ham tayyorlab beraveramiz. Ya'ni olot somsa, qorako'l somsaga, ko'chada pishirilayotgan uchburchak somsalarga tayyorlab beramiz. Xohlagan razmerda, xohlagan listining razmerini xohlagan razmerda qilib beraveramiz. Patrga tayyorlab beramiz, somsaga tayyorlab beramiz, yana boshqa pishiriqlarga ham tayyorlab beraveramiz, konditorskiy. Har xil razmerda tayyorlab beraveramiz. Endi hozirgi kunda talab 40 ga 60 list Xitoy pechkani razmeri bo'lganligi uchun biz ham buni samodelniysini yasab chiqaryapmiz. Xo'p, Xitoy pechkachalari ishini, vazifasini bemalol bajaradi 220 da. Buni har xil razmerda yasaveramiz. Xohlagan pishiriqqa zakaz bo'lsa, bizga aniq nima pishirishliklarini aytsalar, o'shanga qarab tayyorlab beraveramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga salomat bo'linglar. Rahmat.